Hop, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan o'sha Central Aziya Medical Universiteti patologiya asoslari hamda sud tibbiyoti kafedrasi assistenti Rahmonov Shahzod. Hop, bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz o'tgan darsimizni davomi bo'lgan arterial hamda venozli giperemiya. Hop, bundan birinchi boshlaymiz sizlar bilan arterialni giperemiya. Hop, bunga avval ta'rif berib olamiz. Arterial giperemiya nima? Bu patologiyalar barchasi mahalliy qon aylanishining buzilishi ma'lum bir sohada kuzatiladi. Ta'rif shunday. Arteriya yoki arteriolar orqali arteriyaga kelayotgan qon miqdorining normaga nisbatan ko'p kelishi hamda normada ketishi bu arterialni giperemiya deb ataladi. Va arterialni giperemiyani keltirib chiqishiga ko'ra, ya'ni keltirib chiqaruvchi sabablariga hamda patogeneziga ko'ra ma'lum bir turlari bor. Biz ularni ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni birinchisi, ya'ni keltirib chiqishiga ko'ra. Ularda asosan ikki xil turi bor. Birinchisi fiziologik hamda patologik. Patologik turlari bor. Hop, fiziologik turini ko'rib chiqamiz. Fiziologik turi qachon kelib chiqadi? Mana misol uchun fiziologik turga misol qilib aytadigan bo'lsak, ovqatlanganimizdan so'ng bosh miya tomonidan qonning qayta taqsimlanishi yuzaga keladi. Bu degani nima degani? Ya'ni ma'lum bir funksiyani bajarayotgan sistemaga yoki a'zolarga normaga nisbatan ko'proq qon yetib boradi. Va natijada biz oshqozon sistemalarimizda arteriyalarga ko'p miqdorda qon borganligi uchun va ketish normada bo'lganligi uchun o'sha sohalarimizda tabiiy, ya'ni fiziologik holatda arterial giperemiya bo'ladi va boshqa a'zolarga qon kamroq yetib borganligi uchun boshqa a'zolarda qisman gipoksiya holatlari kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari yana misol bo'lishi mumkin bunga aqliy mehnat jarayoni natijasida. Ya'ni bosh miyaga boshqa a'zolarga nisbatan ko'proq qon yetib boradi. Bosh miyani arteriolalarda misol uchun arterial giperemiya kelib chiqishi mumkin. Bular barchasi fiziologik holatlarda. Buni yozib qo'yamiz. Ya'ni ovqatlangandan so'ng oshqozon sistemasida, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasidagi arteriolarda giperemiya kelib chiqishi. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Endi patologik turida qandaydir omillar ta'sirida qon tomirlarimiz kengayishi kerak va mana shu sohaga ko'p miqdorda qon kelishi kerak. Endi keltirib chiqaruvchi omillarga qarab patologik giperemiya bo'linib ketadi, ko'rib chiqamiz. Birinchisi fiziologik yoki fizik desa ham bo'laveradi, fizik. Yoki ikkinchisi biologik. Va bizdagi uchinchisi bu kimyoviy. Hop, bunda ko'rib chiqamiz. Fizikka nima bo'lishi mumkin? Fizikka misol uchun bilamiz, ma'lum bir hujayralarimiz, ya'ni stromal hamda parenximal hujayralar bo'lishi mumkin. Shikastlanganda bilasiz, o'zlaridan har xil yallig'lanish mediatorlarni ishlab chiqaradi. Misol uchun bo'lishi mumkin, dastlab o'sha shikastlanganda o'sha shilliq qavatlar osti qavatida bilamiz, semiz hujayralar joylashgan bo'ladi. Semiz hujayralar aktivlanib ketgandan keyin sitoplazmasidagi granulalar degranulatsiya bo'ladi. Degranulatsiya bo'lgandan keyin o'sha gistamin, oddiy misol qon tomirlarida shu shikastlangan sohani atrofida joylashgan arteriyalar yoki arteriolalar yoki venolalarga ta'sir qilib, ularni silliq muskullariga, aynan arteriyalarni silliq muskullariga ta'sir qilib H1 retseptorlari bo'ladi. Arteriya qon tomirini kengaytiradi, ya'ni silliq muskullarni bo'shashtiradi. Natijada bizda shu sohamizda arterial giperemiya kelib chiqadi. Bu fizika misol, travma, issiqlik bo'lib, yuqori harorat bo'lishi mumkin bunga. Ikkinchi turi biologik. Bu biologik aktiv moddalar, misol uchun bo'lishi mumkin, biologik aktiv moddalarga gistamin bo'lishi mumkin. Gistamin yoki prostaglandin yoki lekotirienlar bo'lishi mumkin. Bular ham misol uchun gistamin, prostaglandin, lekotirienlar barchasi qon tomirlariga ta'sir qilib, silliq muskullarni bo'shashtirib, kengaytirish xususiyatiga ega. Va shu sohamizda arterial giperemiya kelib chiqadi. Mana buni yozib qo'yamiz. Bu travma natijasida travma yoki yuqori harorat. Xo'p, kimyoviyga misol uchun bo'lishi mumkin. Kimyoviylarimizga bu har xil kislota, ishqor va kislotalar.
Kislotalar. Hop, bu bizdagi arterial giperemiyani kelib chiqishiga ko'ra turlar edi. Endi patogeneziga ko'ra, ya'ni ketishiga ko'ra arterial giperemiyani ham asosan 3 xil turi bor. Buni ko'rib chiqamiz. Birinchi turi. Birinchi turi neyrotonik yoki neyrogen turi deb ataladi. Neyrotonik yoki neyrogen. Neyrogen. Hop. Ikkinchi turimiz. Ikkinchi turi neyroparalitik. Neyroparalitik va bizdagi uchinchi turi mieloparalitik turi. Hop. Boshqacha bir nom bor, gumoral deb qo'ysa ham bo'laveradi. Gumoral. Hop. Endi biz boshlaymiz birinchisidan. Ya'ni bundan oldin siz bilan biz vegetativ nerv sistemasini simpatik hamda parasimpatik nerv sistemasini ishini ozroq tushunib olishimiz kerak. Buni ba'zi mashq qismiga sig'dirib beraman. Hop. Bilamiz siz bizda simpatik va parasimpatik. Simpatik hamda parasimpatik nerv sistemasi bor. Simpatik nerv sistemasi bilamiz bizda qon tomirlarini toraytirish xususiyati. Qanday? Mana misol uchun katexolamin bilasizlar, bizda buyrak usti bezini mag'iz qismidagi ajralib chiqayotgan adrenalin hamda noadrenalinlardan iborat bo'lgan gormonlar yig'indisi. Aynan shundagi katexolamindan noadrenalin arteriyalarni silliq muskullariga, ya'ni arteriyalar yoki arteriolalar silliq muskullariga ta'sir qilib, silliq muskullardagi aynan alfa adenoretseptorlarga ta'sir qiladi, bizda qon tomirlarini toraytiradi. Va bizdagi parasimpatik nerv sistemamiz asosan asetilxolin sintezlab chiqariladi, ya'ni parcha asetilxolin sintezlanib, bu asetilxolin bu bizdagi arteriyalarimizni misol uchun silliq muskullariga ta'sir qilib bo'shashtiradi. Ya'ni arteriya hamda arteriolalarni bo'shashtiradi. Hop, mana shu ishni tushungan bo'lsak, endi mexanizmida shular o'tadi, bularning turlarida. Hop. Birinchisi neyrotonik. Masalan, aytib o'tdik, bizda mana shu narsa simpatik hamda parasimpatik nerv sistemasi bor dedik. Endi qaranglar. Neyrotonik turida bizda simpatik nerv sistemasi normada ishlaydi. Lekin parasimpatik nerv sistemasi simpatikka qaraganda kuchliroq ta'sir qiladi, kuchliroq faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni ishlashi yoki faoliyati yuqori bo'ladi. Natijada parasimpatik simpatikka nisbatan kuchliroq ta'sir qilayotganligi uchun bizda bu faoliyati oshib ketsa, bizda asetilxolin miqdori ortadi o'z-o'zidan. Ya'ni faoliyat oshgandan keyin. Asetilxolin miqdori ortgandan so'ng bu asetilxolin miqdori arteriya yoki arteriolalarga ta'sir qilib, silliq muskullariga bo'shashtiradi, arteriolalarni. Bo'shashtirgandan keyin shu sohamizda bizda arterial giperemiya kelib chiqadi. Ya'ni arterial giperemiya kelib chiqdi. Mana neyrotonik bosqich shunday. Simpatik hamda parasimpatik, shu simpatikka qaraganda parasimpatik ishi yuqoriroq bo'lganligi uchun bizda mana shu sohalarimizda arterial qon tomiri kengayadi, mana shu sohamizda arterial giperemiya kelib chiqadi. Bu neyrotonik bosqich edi, turidi. Xo'p, endigi ikkinchi turi neyroparalitik turi. Neyroparalitik turi ham bizda simpatik hamda parasimpatik. Endi neyrotonik turida simpatik nerv sistemamiz
falajlanishi kerak yoki ishi susayishi kerak. Bunga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni ishini susayishiga yoki falajlanishiga sabab, ya'ni sabablar bo'lishi mumkin. Birinchisi, hop, ishini susayishiga, falajlanishiga birinchi sababimiz insult. Ikkinchisi bo'lishi mumkin is gazdan zaharlanishlar. Yoki uchinchi sabab bo'lishi mumkin sinus tugunini kesib qo'yish yoki bu narsani aytamiz Klod Berner tajribasi. Natijada bizda simpatik nerv sistemasimiz ishi susayadi, ya'ni simpatik nerv sistemasi paralizga uchraydi, ya'ni falajlangandan so'ng parasimpatik nerv sistemasi o'z-o'zidan ishi ortadi. Yana o'sha narsa asetilxolin ta'sirida arteriyaga ta'sir qilib bizda bo'shashtiradi va arterial giperemiya hosil qiladi. Tushunarli bo'ldi. Endi bizda 3-turi mieloparalitik yoki gumoral turimizda bizda bunda biologik aktiv moddalar ishtirok etadi ko'pincha. Bularga biologik aktiv moddalarga misol uchun sanab o'tdik biz. Sizlar bilan gistamin yoki prostaglandin yoki lekotrinlar. Hop, bilasizlar, gistamin ko'pincha bizda semiz hujayralardan. Prostaglandin asosan arachidon metabolitlari hisoblanadi. Arachidon metabolitlari. Lekotrin ham shu arachidon metabolitlari. Ya'ni bizda shu moddalarimiz o'sha semiz hujayradan yoki o'sha hujayralarimiz stromal hamda parenximal hujayralar membranal shikastlanganda fosfolipaza A2 faollashib, bizda fosfolipiddan arachidon metabolitlari va arachidon metabolitlarining siklooksigenaza yoki lipoksigenaza yordamida prostaglandin hamda lekotrinlar sintezlanadi. Va mana shu sohamizdagi arteriya yoki arteriya qon tomirlariga ta'sir qilib, bu qon tomirlarni bo'shashtiradi, ya'ni vazodilatatsiyaga uchratadi. Natijada bu sohaga ko'proq qon keladi va normadan ketadi va shu sohamizda arterial giperemiya kelib chiqadi. Xo'p, siz bilan keyin hozir ko'rib chiqamiz. Bundan keyin arterial giperemiyani makroskopik hamda mikroskopik belgilari. Xo'p, endigi masala arterial giperemiyada makroskopik hamda mikroskopik belgilari. Xo'p, makroskopik degani ko'z bilan ko'rib his qiladigan belgilar yoki mikroskopik degani kichik, ya'ni mikroskop yoki boshqa qismda ko'radigan belgilari. Xo'p, makroskopik belgilarning birinchi belgisi o'z-o'zidan ko'rishimiz mumkin. Mana shu sohaga ko'proq miqdorda arteriya qoni kelganligi uchun, ya'ni arteriya qonimiz to'planganligi uchun bu yerda qizarish. Buni aytamiz, rubor deb ko'ramiz. Endi yallanishda o'tamiz, lekin rubor ya'ni qizaradi shu sohamiz. Ya'ni nimani hisobiga qizaradi? Ya'ni bizdagi arteriya qon tarkibidagi oksigemoglobin hisobiga. Gemoglobin hisobiga. Hop, keyingi belgimiz o'sha sohamizda arteriya qoni ko'p miqdorda kelyapti. Keyin mana shu sohamizda moddalar metabolizm tezlashganligi uchun mana sohamizda mahalliy haroratni ortadi. Haroratning ortishi. Mahallatning ortishi degani butun tana bo'yicha temperatura emas, o'sha sohada arterial giperemiya bo'lgan sohada ushlab ko'radigan bo'lsa, shu sohamiz harorat ortadi. Ya'ni biz buni yallanishda gapirib ketsak bo'ladi, lekin yozib ketiramiz, kalor deb ataymiz. Bu isitma fever hisoblanadi. Va uchinchi belgisi, makroskopik belgilarning uchinchisi shu a'zo yoki to'qimani ko'p miqdorda arteriya qoni kelganligi uchun hajmini ortishi. Ya'ni a'zo yoki to'qimani. Xo'p, bu makroskopik belgilar. Yana bir qancha belgilari bor. Endi mikroskopik belgilarini to'xtaladigan bo'lsak, mikroskopik belgilariga misol uchun ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda arteriolalarning diametrini kengayishi.
kengayishi. Ya'ni arterial tomirlarimiz o'sha tomir kengaygani uchun ichki diametri ham kengayadi. Va undan so'ng yana ko'rishimiz mumkin ishlovchi kapillyarlar sonining ortishi. Sonini ortishi. Xo'p, bu mikroskopik belgilarga misol bo'ladi. Ana endi arterial giperemiya kuzatilgan sohada qanday oqibatlarga olib keladi? Xo'p, oqibatlar ikki xil bo'ladi, ya'ni ijobiy oqibati hamda salbiy oqibatlari. Ijobiy oqibatlarga nimani misol qilishimiz mumkin? Ijobiy oqibatlarga mana shu sohaga ko'p miqdorda qon kelganligi uchun qon o'zi bilan birga qonning shakli elementlari bo'lgan immun sistema hujayralarini olib keladi, leykositlarni va natijada bizda mahalliy immunitetning ortishi. Mahalliy immunitetni ortish kuzatiladi ijobiy oqibatlarga. Ana endi salbiy oqibatlarga to'xtaladigan bo'lsak, salbiy oqibatlarimiz agar arterial giperemiya kichikroq kattalikdagi arteriyalarda kuzatiladigan bo'lsa, yorilib ketishi mumkin. Ya'ni agar bosh miya qismida kuzatilsa, bosh miyadagi qon arteriyalarda kuzatiladigan bo'lsa, bizda insultga olib kelishi mumkin. Insultga yoki tanamizning boshqa sohalaridagi, tananing boshqa sohalari, tanadagi boshqa sohalarda kuzatilsa qon quyilishlarga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, ana endi sizdan keyin ko'rib chiqamiz hozir venozli giperemiya. Endi sizlar bilan venozli giperemiyani davom ettiramiz. Venozli giperemiya bu nima? Venozli giperemiya vena qon tomirlariga, mana misol uchun chizadigan bo'lsak, vena qon tomirlariga normada qon keladi. Normada qon keladi, lekin ketishi qiyinlashadi. Bu degani nima degani? Turli xil tromblar, emboliyalar natijasida vena qon tomirlariga qon normada kelib turib, ketish qiyinlash natijasida mana shu sohamizda venozli giperemiya kelib chiqadi. Xo'p, venozli giperemiyani keltirib chiqarishga sabablar nima? Keltirib chiqaruvchi sabablar birinchisi vena qon tomirlariga tromb yoki embollarning tiqilib qolishi. Embollarni turib qolishi yoki Hop, ikkinchi sababi tushunarli bo'ldi. Mana bizda embol yoki tromb ma'lum miqdorda to'sib qo'yishi mumkin. Bu to'sish yo parsial holatda yoki to'liq to'sib qo'yishi mumkin. Hop, bizda venozli giperemiyamizda qisman to'sib qo'yadi, sababi mana shu kelayotgan qonimizni ketishga to'sqinlik qilish kerak. Natijada shu sohada giperemiya kelib chiqadi. Ikkinchi sababi bo'lishi mumkin. Hop, vena qon tomirlarini ezilib qo'yishi mumkin. Ya'ni kompressiya holatda ezilishi bo'lishi mumkin. Bunda homiladorlik davrida bachadonni ichaklarimizdagi, ya'ni oshqozon ichaklarimizdagi vena qon tomirlarimizni bosib qo'yish natijasida ma'lum miqdorda qon normada kelaveradi, lekin ketish qiyinlashadi. Natijada shu qon tomirlarining shu qismida venozli giperemiya kelib chiqadi. Va bizdagi uchinchi holatimiz bo'lishi mumkin. Birimizda o'ng yoki chap qorincha chap bo'lma yurakning chap qismi yetishmovchi, o'ng yoki hozir test shundan. Yuragimizni chap qismi o'ng qismi yetishmovchiligida. Yetishmovchiligida bo'lishi mumkin. Bu nima bo'ladi? Misol uchun yurakni olsak, yuragimizning o'ng qismi bilamiz. Misol uchun o'ng bo'lmacha va qorincha o'rtasida 3 tabaqali klapan va bizda o'ng qorinchadan chiqib ketayotganda yarim oy simon klapan joylashgan. Endi turli xil klapanlar stenoz natijasida qorinchalarimizdan o'pka arteriyalariga qon chiqishi buzilsa yoki stenoz natijasida torayib qolib, qon yaxshi chiqarilmasa, qon mana shu qismimizda, o'ng qorincha qismimizda dimlanish yuzaga keladi. Bu dimlanish yuzaga kelgandan keyin bora-bora bizda o'ng qorinchamizni gipertrofiyasi kuzatiladi. Bora-bora bu dimlangan qon bo'lmachalarga o'tadi. Bo'lmachamizning dilatatsiyasi
va bora keyin bizga bu o'ng bo'lmachasiga quyiladigan pastki hamda yuqorgi kovak venaga qaytish yuzaga keladi. Natijada yuqorgi pastki kovak vena qon tomirlarimizda qon qaytadi va bu qonimiz keyinchalik shu sohaga kelgan qon tomirlariga qaytib, venoz qon tomirlar, vena qon tomirlariga qaytib, o'shanda venozning dimlanish hamda venozning giperemiya keltirib chiqarishi mumkin. Va bizda 4-oqibati bu uzoq vaqt tik turish va yotish natijasida ham bizda venozning giperemiya kelib chiqishi mumkin. Buni bilamiz, tik oyoqda ishlovchi korxonalarda ishlaydigan ishchilarda ko'pincha tik oyoqda ishlayotgan natijasida bizda o'sha oyog'imizda asosan oyoq qismimizdagi vena qon tomirlariga qon qaytish natijasida, ya'ni to'liq haydab bera olmaslik hisobiga bizda oyoqlarimizda venozning giperemiya kelib chiqadi. Ana endi venozning giperemiyaning belgilari, venoz giperemiya bo'layotgan sohamizda qanday belgilar bo'ladi? Birinchi belgisini ko'rishimiz mumkin. O'sha sohamizda ko'kimtir qizarish rangiga kiradi. Ya'ni ko'kimtir qizarish. Ya'ni biz buni aytamiz sianoz. Ko'kimtir qizaradi. Chunki nimaga hisobiga? Chunki bizda vena qon tarkibida bilasizlar, karbonat angidridli qon bo'ladi. Bu karbonat angidridli qonni biz aytamiz amino gemoglobin. Ya'ni karbonat angidridli qon ko'kimtir rangda bo'lganligi uchun ko'kimtir qizg'ish rangga kiradi. Ikkinchi belgimiz bu sohada arteriya qon emas, ya'ni kislorodli qon emas, venozli qon tarkibida karbonat angidrid bor. O'z-o'zidan mana shu sohalarda metabolizm susayadi. Ya'ni moddalar almashinuvi susayadi. Natijada bizda shu sohamizda mahalliy haroratning tushishi kuzatiladi. Mahalliy harorat tushunishi. Uchinchi belgimiz bizda arterial giperemiya bo'lgan sohadagi a'zo yoki to'qimaning hajmini ortishi. Nima uchun? Chunki bizda venozli qon ketmayapti. Arteriya o'sha a'zo yoki to'qimada to'planib qolyapti. Natijada bizda a'zo yoki to'qimamizni hajmini ortishi kuzatiladi. Bu bizda venozli giperemiyaning asosiy belgilari. Ana endi venozli giperemiyaning oqibatlari. Ikki xil oqibat ko'p keladi. Ko'pincha buni salbiy oqibatlarini ko'proq aytib o'tiladi. Ijobiy oqibatlariga misol qilib aytishimiz mumkin. Venozli giperemiya bo'layotgan sohada yaralar bo'ladigan bo'lsa, venozli giperemiyada ijobiy oqibatda tez bitiradi. Nima uchun? Chunki o'sha yara qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar uchun yashash muhit, qo'zg'atuvchilar uchun muhit yetarli bo'lmaydi. Ya'ni batda kislorodli qon yo'q, oziq modda yo'q. Faqatgina karbonat angidridli hamda boshqa modda almashinuvi qoldiqlaridan iborat bo'ladi. Shuning hisobida yaralar tez bitadi. Xo'p, salbiy oqibatlarga juda ko'p. Birinchi navbatda salbiy oqibatlarni keltirishimiz mumkin. Birinchisiga gipoksiya kuzatiladi. Ya'ni mana shu sohamiz gipoksiya. Hop, ikkinchi belgisi distrofiya kuzatilishi mumkin. Distrofiyalar. Uchinchi oqibati bo'lishi mumkin a'zolarning atrofiyasi. Hop, bo'lishi mumkin yana keyinchalik ishlar keltirib chiqarishi mumkin. O'sha sabab o'sha venozli qon tarkibimizda qon to'planib dimlanish hisobiga to'qima a'zolarga o'tib ketib qoladi. Natijada ish kelib chiqadi. Va bizdagi 5-belgimiz bo'lishi mumkin keyinchalik ishdan keyin mana shu sohalarimizda oziqlanish buziladi, ya'ni metabolizm susayishi. Xo'p, bugungi ko'rib chiqadigan narsalarimiz, ya'ni arterial venozli giperemiya haqida ma'lumotlar shular. E'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi darslarda sizlar bilan ishemiya, stas va emboliyani gaplashamiz.